Mazaras tumani hududida ushbu transport vositasining haydovchisi to'y marosimida yo'l bezorsiz qoidabuzarlikni sodir qilib, transport vositasini boshqargan. Ushbu holat yuzasidan ushbu haydovchiga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10-moddasi bo'yicha belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Akşam birinci günü konuştuğumuz oyunda şu diyenlerimin derip bu merasim alakasında şu az yine yol hareketi faydasını buldum. Bunları tutandan kayıt tekrarlan mıydı? Şu geçelim söylediğimiz yol katlaması var.